Xanzochi gap xumisi bo'lmaydi ekanda. Mana odat, mana chala xanzochi gapga. Bir Qashqarlik odam G'uljidan deb madaniyatni bir ko'rib ketaylik deb aynab toza G'uljining 60lar kirgan odamga ko'chaptizlik ketpas, tuyuqsiz zodi buningki kichiklar qistab ketdi-da. Berib so'raydi shopir Xanzo. Endi bir G'uljilik odam o'tiribdi-ki, "Ukam kichiklar aytdim" deydi, "Shobiyan" deydi ol debdi-da. Shopirni qish, "Yugurap, shopir, shobiyan, yamal aylig'a." Shopir ashadli to'xtadi, tushli kichiklar ayt qilyapti-da. Bir kamdagi zodi toz shopir haydab ketpas, buning qusiga og'rib ketdi-da. Eliq buydan so'ramamdan deb pasa G'uljilik tushib qapti. Xanzo shopirning qichiq yugurap, shopir, shobiyan gigirlaydi. Ma bir aeroplanga deydi. Hozir bir lo'ch nurg'ulgan askarni esib Qashqardan birini selayapti-da. Dahshat elishida bular tumoqli bilan. Deb toz aeroplanda toz ketib qolsa, tuyuqsizlik butun askar uyquga ketdi. Sho'rliqda soat 12 vaqtida tuga ketgan bo'lmiz tushib qoldi-da Qashqarlik bandinki. Sakirmayman men mayor. Desing, nima sakirmaysan? Parashutda sakirmayman, sakirsang bo'lmaydi deydi. Tuga ketgan bo'lmim tushim qilibdi, sakirsang mening inam yetkazsa deydi. Desa bu shu parashutni sakirmayman bilan mayorga so'qishib qoldi-da. Nimaga sakirmaysan? Voy tuga ketgan bo'lmim tushim qilibdi dedim-ku. Ey tushdigan ta'tir virildi sakra. Sakirmayman bilan mayor saq parashutni o'rang berib o'tib, o'lgan parashutni mayor taqibdi-da. Eli askar shunday sakrabni kunib bassa parashut kechilib shunda larzon payz bilan tushibdi. Mayor to'xtag'an amash bo'y qochmasin deb shunday zot sakrab kunib bossi ichilmay o'ngda dumda tushwas askar bunday qarab turib ketdi. Mayor nima qildingiz? Biz mayor turib ketdi, momangning yeniga. Ben şimdi bakalım müzik çilinsin ömür degan nazarda to'shaq angladinglar ya bu gene anur kitobni o'qigandaklar angladinglar ha absini ko'chilikni o'qiydi unda o'tirib mana ikkimizni shohmat qilib olding deganda uxlab qolib bu yerga o'ynayman bizlar yaponni tugmisi biz garda qilib qo'ydi odamni peshkol qilib qo'ydi osh peshka tushimda ya ani ishlasang 10 ming peshka chiqar va bizning dadam qiziq qilib qo'ydi bir kuni qanday qildi qayerlikda odil ishkidan tushib ketdi shundan qarsam o'zimning dadasiga to'xtab turaman ishkidan tissa qo'yajim dadam qamdi ajinlar pul deb o'g'alliqni men yetkazib kelib 600 ga pul qaydab ishkidan tishni sag'izib qo'ydim. Bu vaqtda tavuz teriydigan vaqtlar emas. Tishni sag'iziblam aytsa qizil bayroq degan o'shaga ta biror tavuzni besib bergandim dadam degan ijarab berib shu biror tavuzni pak setib qaytib ketachaqda arvoni quruq qaydab ketyapsa bizning mahallidan qizil bayroq degan dadning orqasida go'ngshanda bir tungan mahal bor. O aydab kelyapsa dadamdan bir qiyr tungan bir qo'yin tutib ya loqan arvonni to'xta qo'yamni besib olay deb keldi dadam loqan degan gap xeyri degan gap bo'lg'achqimki eg'irga ketib bosmaylik debdi-da. Ökür baron çıkırın dedi çıkırsam uyudu taraf çay içip apamı da atıdı. Apsiya da nemes. Başta gongşanda arın kurak edip gidiyorsa mening de bir qiyr tungan qo'yamni besib oladi dedi. Bosma demdi. To'y besib olsangiz mamda. Onun yanımsın Xudodan yana o'tdingiz. O'tirib ket. Sarangman men 600 ga chiqsangiz yana men loqamma dedi.